Salom azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Hammalaringizni sog'inib, safarlardan keldim mana. Ozgina ovozlarim sal nimaroq. Xudo xohlasa sizlar uchun chiroyli ochirim qilib beraman. Xudo xohlasa 10 kunlik ochirim qilamiz. Nimalar bo'lyapti, nimalarni bu kutdi bizni. 10 kunlik ochirim qilib ketgan edim. Kunlik ochirim qilib, 10 kunlik ochirim qilib ketgan edim. Hamma narsamni yig'ishtirib qo'ygan edim. Hozir mana yana boshqatdan Xudo xohlasa ish qilishga shaymiz. O'zim uchun xizmat qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Energiyalar oldim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim energiyalarimizni oldim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. 10 kunlik ochirim qilib beraman. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar, meni muxlislarim, meni kutganlar, intizor bo'lib kutganlar hammalaringizni juda ham yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa 10 kunlik ochirim qilamiz. Xo'p, 21 ertalikdan 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30-chislagacha Xudo xohlasa shifoli va chiroyli ochirim bo'ladi degan umiddaman. Kartalar ko'rinayotgandir menimcha. Ozgina ovozim sal anaqa bo'lib qolgan, uni inobatga olib o'zinglar sal zehn solibroq qilasizlar. Xudo xohlasa dastakchi kartamizni ham Xudo xohlasa qo'shib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli ochirim bo'lsin. Energiyalarni oldim, niyatinglarni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. 10 kunlik ochirimimiz shifoli bo'lsin. Shifoli bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 10 kunlik ochirimimiz 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hech kimga hech qanday husumatim yo'q, hech kimga hech qanday qanaqam yo'q. Xudo xohlasa qo'limdan kelganicha yaxshilik qilishim mumkin, lekin yomonlik qilmayman. Alloh guvoh, hech qachon hech kimga yomonlik ravo ko'rmayman. Xo'p, 21-kunga, 21-chislaga hammanimi, ba'zilarini endi bilmayman, podpischilarim ichida orasida bor bo'lishi mumkin. Ozgina o'zidan qochayotganlar bor ekan. Jinday diqqatchiliklar siqilishlardi sababli jicha o'zidan qochyapti. Ozgina bir siqilish, diqqatchilik bo'lyapti hayotida. Shu bo'layotganligi sababli o'zidan qochayotganlarimiz bor ekan. Xo'p, o'zidan qochyapti. Bizni Xudo xohlasa kutayotgan insonimiz bor. Biz o'zimizdan qochganimiz yoki bo'lmasam bir sevganimiz yoki bo'lmasam aqlimizda inson bilan qochyapmiz. Bizni kutib turibdi, yaxshi hayot kutib turibdi deb aytyapti. Qochmang, chunki bizni yaxshi hayot, baxtli kelajak kutyapti deb aytyapti. Xudo xohlasa 21-chislaga, 22-chislaga, 22-chislada bizni bo'lli, barokatli, qandaydir bir yaxshi baland ishlarda ishlaydigan, taxtda o'tirganlar bo'lishi yoki bo'lmasam qandaydir yaxshi ishlarda ishlaydiganlarimiz bo'lgan ekan. Ozgina bir hayotida yoki bo'lmasam jinday bu ishida ozgina bir nima deydi, ko'ngilsizlik bo'lib o'tadi deb aytyapti. Hushyor qayning, ozgina ko'ngilsizlik bo'lib o'tishi mumkin ekan. Lekin juda ham baxtlisiz, juda ham yaxshi hayotda yashayapsiz. Hushyor bo'lishingizni ogohlantiryapti kartalarimiz. Ozgina bir anaqa ishlar bo'lib o'tadi deb aytyapti. Ozgina bir ko'z yoshlari bilan, jinday bir xafagarchiliklar bilan, ozgina bir ko'z yoshlari bilan o'tadi deb aytyapti.
Xo'p, 23-chislaga kelganda judayam achchiqlangan holda, juda achchiqlangan, juda beqarorlik bilan hukm chiqargan va qandaydir ishda hal qilmoqchi bo'lib, hal qilib bir hal bo'lmagan. Menimcha bir yaxshi qaror topmagan ishlar bo'lishi mumkin. Sudda yoki dokumentalniy ishlaringiz bitmagan yoki bo'lmasam qandaydir bir ishingizda, hayotingizda yaxshi nima deydi, ko'nikmalar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qandaydir bir yaxshi narsalar nima deydi, amalga oshmadi deb aytyapti. Noqonuniy bo'ldi degandek bir anaqa bo'lib turibdi. Jichcha ko'z yoshlari bilan, xafagarchiliklar bilan o'tyapti deb aytyapti. Ozgina bir shunaqa xafagarchiliklar ham bo'lar ekan. 21, 22, 23, 24-kunga kelganda bir o'zingiz qandaydir beqarorliklar bilan qandaydir bir yo'lga chiqyapsiz, bir ish qilmoqchi bo'lyapsiz. Bu ish qilmoqchi bo'lyapsiz, yo'lga chiqyapsiz, nimadir qilmoqchi bo'lib yo'lga chiqqansiz, lekin tarlov qilishda adashmang deb aytyapti. Ozgina bir tarlovda adashmasdan bir o'ylabroq yo'lga chiqqaningiz menimcha ma'qulroq deb aytyapti. Nimadir ish qilmoqchi bo'lib, tavakkal ish qilmoqchi bo'lyapsiz, ozgina bir o'zingizni shu qilmoqchi bo'lgan ishingizda jichcha bir fikrlar, o'zingizda bir o'zgarishlarni bo'lishini bir jinday o'zingiz nazorat qilasiz deb aytyapti. Xudo xohlasa mehnatlaringiz orqasidan kelayotgan daromadlar jichcha menimcha shu pul to'g'risida ozgina bir nima deydi, ko'ngilsizliklar bo'lib o'tyapti deb aytyapti. Sudebniy ishlar bo'lyapti deb aytyapti. Ba'zilarda shu pul to'g'risida menimcha sudebniy ishlar bo'ladi deb aytyapti. Kartalarimiz ogohlantiryapti, hushyor bo'ling, qandaydir pul orqasidan jinday diqqatchiliklar, ozgina bir ko'z yoshlaringiz bo'lishi mumkin deb aytyapti. Jichcha bir siqilishlar, diqqatchiliklar bo'lib o'tadi deyapti va bularni hal qilishga deyapti, qandaydir bir rishad qilish uchun kattaroq insonga bir murojaat qilishingiz tushyapti. Bu hafta qandaydir g'alati o'zgarishlar bo'lyapti. Tavba qildim. 25. 26-chislaga kelganda bizni beqarorlik bilan kutayotgan insonlarimiz kelyapti. Judayam aqlimizdagi insonlarni qaytishi, farzandlarini o'ylab, farzandlar haqida o'ylab, qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishi hayotida bir judayam bir tezlik bilan aqlimizdagi inson farzandlarini oldiga shoshib kelayotganlarimiz ham bor ekan. 27-chislaga kelib qandaydir bir hayotda, balkim ishda bir kelishuvlar, hayotda bo'lsa bir o'zingizni juftingizni topishingiz yoki bo'lmasam ishda bo'lsa kelishuvlar, kim bilandir bir o'rtada muloqot qilishingiz va bu bilan birgalikda o'zingizda bir o'zgarishlarni bo'lishini aytib turibdi. Xo'p, yana aytyapti bizda jinday ko'z yoshlari bilan kutgan insonlarimizni bir o'zgarishlarni bo'lishini aytib o'tyapti. Xo'p, 28-chislaga kelganda bo'lsa, pullarni kelishi, oilamiz uchun, farzandimiz uchun ishlayapmiz deb aytyapti. Farzandlarimiz uchun ishlayotgan pullarimizni olishimiz va farzandlarimiz uchun sarflashimiz va yangiliklar, ba'zi bir farzand ko'rmaganlar farzand ko'rishi, farzandli bo'lishi, shu bir yangiliklarni bo'lishi deb aytyapti. Farzandini orqasidan balkim bir farzandlarimiz baxtli va omadli farzand dunyoga kelishi va bu farzand orqasidan pullarni kelishi deb aytyapti. 25, 26, 27, 28, 29-chislaga kelganda ba'zi birlarimizni ishimizda, hayotimizda bir o'zgarishlar, tugatilishlar, qandaydir bir bitishlar bo'lyapti. Balkim hayotimizda bitish bo'layotgandir. Ba'zi birlarda hayotida tugallanish, bitish, ajrashish, bir-biri bilan bir kelishmovchilik bo'layotganlar, orqasida bir xayrli ishlar turishi, ishida bitish bo'lgan bo'lsa ham hech ham bundan diqqat olib siqilmang, orqasida bir xayrli narsalarni bo'lishini aytyapti. Ortida bir xayrli ishlar bor ekan.
bu diqqatchiliklarda. Xo'p, 30-chislaga kelganda bo'lsa, bolli, barokatli pullarni kelishi, qandaydir yaxshi narsalarni bo'lishi, bir to'plagan pullarimizni yaxshiliklarga ishlatishimiz yoki bo'lmasam dokumentalniy ishlarimiz hammasi yaxshi, juda ham tekis hal bo'lishi kutilyapti. 30-chislaga kelganda juda ham chiroyli o'zgarishlarni, yangiliklarni bo'lishini aytyapti. Shu bilan bugungi anaqamizni tamomlaymiz. Yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.